Barselona Ovidioni mag'lubiyatga uchratdi. Yamaldan super gol. Ispaniya chempionatining 20-turida Barselona o'z maydonida Ovidioni qabul qildi va ishonchli o'yin namoyish etib 3-0 hisobda g'alaba qozondi. Kataloniyaliklar ikkinchi bo'limda tezlikni oshirib, o'yin taqdirini qisqa vaqt ichida hal qildi va eng muhimi, jadvalda yana birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Uchrashuvning birinchi qismida gol bo'lmadi, ammo Barselona bosimni to'xtatmadi. Tanaffusdan keyin esa hujumlar samara bera boshladi. 52-daqiqada Olmo hisobni ochib, stadionni jonlantirdi. Oradan uzoq kuttirmay, atigi 5 daqiqa o'tib, Rafinha yana bir aniq zarba bilan farqni 2 taga chiqardi. 2-0. Shundan keyin Ovidioning qarshilik ko'rsatishi yanada qiyinlashdi. Barselona to'pni nazorat qildi, vaziyatlar yaratdi va o'yinni xotirjam boshqardi. 73-daqiqada esa Lamine Yamal chiroyli harakat bilan hisobni yiriklashtirib, uchrashuvga yakuniy nuqtani qo'ydi. Bu gol nafaqat natija, balki muxlislar uchun ham kayfiyat. Stadionda shou borligi sezildi. Ushbu g'alabadan keyin Barselona ochkolarini 52 taga yetkazib, turnir jadvalida birinchi o'rinni qayta egalladi. Oviedo esa 13 ochko bilan so'nggi 20-pog'onda qoldi. Demak, mehmonlar uchun vaziyat og'irlashyapti. Barselona uchun esa chempionlik poygasidagi muhim qadam qo'yildi.